Kanadskiy pishiriq pishiramiz. Qaynonam oilasiga уже 10-15 yildan beri shu pishiriqni pishirib berar ekan. Menga birinchi marta pishirib beruvdi, menga rosa yoqdi. Retseptni kommentariyada qoldiraman. Oddiy idishga 2 stakan shakar solamiz. 1 stakan kakao solamiz. Keyin sariyog' solamiz. Ustidan 1 stakan sut solamiz. Keyin gazni o'rtachaga yoqib qo'yamizda, yaxshilab aralashtiramiz. Ooh, that looks really good. You've made these, haven't you? No. Never. Chocolate drop cookies. Oatmeal and coconut. Alohida idishga 3 stakan ovsyanka solamiz va 1 stakan kokosovый strujka solamiz ichiga. Just boil for 3 minutes till it thickens. Add that. Cool. 3 minutes. Faqat aralashtirib turasiz. 3 minutmi, ko'proqmi, qalinroq bo'lishi kerak. Keyin chekkaga olasizda, ichiga ovsyanka solasiz. Yaxshilab aralashtirasizda, keyin listga 2 ta qoshiq bilan qo'yib chiqasiz, spesialniy mana shuna ko'rsatilgandek. Keyin buni umuman duxovkaga solmaysiz. Bo'ldi, hech narsaga solmaysizda, tayyor bu, tayyor bo'ladi. Shuna qattiq bo'lgandan keyin yesangiz bo'ladi. Retseptni saqlanib qilishni unutmang.